Bu qizlarimiz 7 oy oldin tug'ilgan. Bunisini ismi Fotima, bunisini ismi Zuhra. Zuhra qizimiz 4 oylik bo'lganidan keyin boshiga suv yig'ilishi boshlagan. Keyin shu ahvolga tushib qolgan. Sizlardan so'raydiganimiz, qo'lingizdan kelgancha ehson qilinglar. Ehsonni mukofoti ehson. Bu dunyoda yig'ib terganinglar hisobmas, narigi dunyoga qilgan amalinglar va ehsoninglar hisoblanadi. Agar qo'lingizdan ehson qilish kelmasa, shu videoni tarqalishiga yordam beringlar. Sizlar ham savobga sherik bo'lasizlar. Zuhra qizimiz hozir 7 oylik, 4 oyligidan beri shu boshiga suv yig'ilgan. Keyin shu ahvolga kelgan. O'zbekistonga olib bormagan joyi qolmagan. Faqatgina davosi Hindistonda ekan. Zuhra qizimizni tuzalishiga $30,000 kerak ekan. Xudo xolasa sizlarning yordaminglar bilan Zuhra qizimizni tuzatib olamiz.